Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 16-aprel, haftaning payshanba kuni. Bugunga kelib yana gullarimizni sotuvga chiqarib, Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasida sotishni boshladik. Do'stlar, ancha hozir yakunlab qo'ydik. Mana hozir ham 4 korobka ketdi. Yana salviya bor, shafron bor, bir-ikkita. Bu yerda ko'raklab turgan gullarimiz bor. Rayhonimiz tugadi. Rayhonni Xorazmga berib yubordik do'stlar. Kimga mana shunday gullar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. 99lar 321 82 17. Bodiring 5000 so'mdan aka olavering. Xo'p, mana shu pomidordan bor, meva solib turgan cherry pomidorimizdan kim foydalanishga oladigan bo'lsa, kelishtirib beraveraman do'stlar. Bodringchalarimiz bor. Meva solib turgan, buni ham kelishtirib berilaveradi do'stlar. Aka olavering, zo'r. Bu bodringga 15-18 sm bo'ladi. Hozir birinchisiga shunaqa solinadi, xolos. Soladi. Kichikroq soladi. Shu tuvay kichkinaligi uchun. Serhosilda aka bu. Bor, raza serhosil. Mana pachkasini ham ko'rsataman. Quyuveradi. Bitta barikni tagida mana uzunligini ko'ryapsizmi? Mana shu firma. Mana shu barikni tagida solaveradi. Bitta ikkitadan solmasdan. Shunaqa do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.